Mana o'sha xatoliklar, ya'ni nima xatoligini mana hozir tushunib yetasizlar. Bemorimiz kelibdilar, bola necha yosh? 1 yosh. 1 yoshli bolamiz, menga kelguncha nimalar qildingiz, nima uchun keldingiz menga? Nechta dori oldi, nechta antibiotik oldingiz? 3 xil antibiotik oldi. 3 xil antibiotik oldingiz. Nima antibiotik? Tefepin, Merkatin, keyin nima edi? Probatmi? Cefixim sasafli boy tabletkangiz oldingiz. Xo'p, shu yerda sizga men aytdim, nima tekshiruv qildingiz? Tekshiruv faqat rentgen qilindi bu. Xo'p, antibiotik qilyapmiz. Nima asosi almashtiryapsiz antibiotikni? Nimaga? Ta'sir qilmaganiga. Ta'sir qilganmi, ta'sir qilmaganmi? Yo'tali ko'p hali ham. Yo'tal ko'pgani uchun ta'sir. Allergiyaga tekshirdinglarmi? Yo'q. Allergiyaga Yo'q. tekshirmadinglar. Men gapimning xulosasi, antibiotik qilagan bo'lsanglar, umumiy qon, SRB, prokalsiyan analizani tekshirasizlar. Agar antibiotik kerak bo'lsa qilasizlar. Necha kun qilishini analiz javobiga qarab, yomon chiqsa paxtor tekshirasiz, keyin qilasiz. Bo'lmasa bolalarimizdagi shuncha antibiotikingiz hozir foydasi tegmagani uchun mana olib kelsa, nima bo'ldi u organizmga kirib ketgan? Zarar tegdi haqiqatan. O'shandan biz qo'rqamiz. O'shancha tavsiya berib qolaman. Hammaga, kasal odamlarga shamolladim, antibiotik boshlayapmanmi? Rentgen o'zi kamlik qiladi. Meni boshqa roliklarim bor, ko'ringlar, qanaqa qilib pnevmoniya davolanishni, nima qilib davolanishini tushunib yetasizlar. Ertaga bu dorilar ovurib, ertaga narkoman bo'lib qoladi, dori ovuragan bo'lib ta'sir qilmagan bo'lib qoladi agar noto'g'ri tekshirib davolansanglar. Bu meni pulmonolog shifokor tavsiyam. Sog' bo'linglar.